vaqtini legendasi bo'lgan Lacetti 8 motorda sotuvda. Mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, delfin rangda bo'ladi. Kapotlari o'rta holatda, tosh tekkan, chaqa chuqasi, lekin ideal deya olmayman. Motor holati ko'rsatib o'tasiz. 1.8 o'z rostdan vaqtning legendasi bo'lgan bu mashina. Xullas, mashinamiz probegi 220 ming kilometr mazobani bosib o'tgan, farlar tiniq bo'lib turibdi, polirovka qilingan menimcha, to'rtta yumshoq yangi balon qo'yilgan, заводской diskasida. Shumka bo'libdi, yaxshi. Kraskasi shu ikkita kalinkasida bor dedilar, keyin orqa eshikka o'tgan ekan, passajir tomonga, o'ng tomonga, salonlarini yaxshilab ko'rsatib o'tasiz. Chiqolari bor ekan, polik bor. Pioner mafonlari bor ekan, marhamat, orqa qismi. Bagajni ham ochaman. Gazlari bo'lishi kerak. Ko'rmadik. Orqa qismi yaxshi holatda turibdi, spoilerlar bor ekan, tiniq holatda turibdi, metani bor ekan. Endi akalar, eng muhimi mashina begonaniki emas, o'zimning akamniki, akajon. Narxini chiroq qo'shimiz kerak. Lacetti minaman deydi, keng buyoqqa. Lacetti minaman deydigan insonlar shuni bitta bosib yorsa, hech afsuslanmasdan minish kerak. Shunday. Bosib yorsa afsuslanmay minadi. Narxini qancha deymiz aka? 6600 deyapmiz. Bu yoqni oladigan odam kelishtirib. 6500 kelishadigan joyi bor. Telefon raqam pastda bo'ladi. Telefon qilib baraka qilsang bo'ladi. Lacetti puliga arziydi menimcha. Chunki holati yaxshi holatda ekan, probegi kam, kraskasi unaqa ko'p emas ekan. Telefon raqam pastda bo'ladi. Telefon qilib baraka qilsang bo'ladi. Lacetti sotuvda.